Mana bu yerga siz keldingiz, to'g'rimi? Mana bu yerga o'zingizni lichniklaringizni olib keldingiz. Ikkita odamni olib keldingiz. Siz nima получить qilasiz? Siz har ikkalasiga 914 rubl. 914 rubl bunga ham plus PV ballari 275 PV ball beriladi. Bunga ham, bularga ham. Siz yana nima olasiz? Har lichni mana shu ikkita lichnigingizni olib kelganingiz uchun ikkita zalichnik puli. Keyin zapara siz bitta o'zingiz edingiz. Ikkita odamni olib keldingizda siz komanda hosil qildingiz. Bu yerda komanda hosil bo'ldi. Komandaviy bonus bu 1828 rubl bo'ladi. Endi liniyalar yopildi, boshqa liniyalar ochildi deb sizga zaliniya puli 5852 rubl beradi. Bu bo'ladi 9,5 ming rubl bo'ladi. Endi siz birinchi liniyangizda 9,5 ming oldingiz. Endi siz nima olasiz? Endi siz ikkinchi liniyangizda siz odam olib kelmadingiz. Bu qo'lingizdagi odamlar odamlarini olib keldi. Xuddi sizga o'xshab bular ham 9,5 ming получить qiladi. Ikkalasi ham 9,5 ming получить qiladi. Siz shundan nima получить qilasiz? Mana bu yerda turibsiz. Odam olib kelganingiz yo'qsiz. Komandaviy bonus olasiz, zaliniya puli olasiz. Ikkita komandaviy bonus bu bo'ladi. Ikkita 1828 rubl. Bitta zaliniya, bitta 5852 rubl olasiz. Siz yana 9,5 ming pul olyapsiz. Ko'raysizmi? Ana shunaqa. Bu yerda nima deydi? Kelib olsangiz bo'ldi. Mana shu yerga kelib qolsangiz bo'ldi. Siz kelganingizdan keyin o'sha komandangiz siz bilan birgalikda ishlab ketaveradi. Ana shunaqa.